Nima uchun bu texnologiyani tanladim? Vrach sifatida aytaman. Mana boshida aytib o'tdim, kardiologman deb. Biza kardiologiyada bilamiz, ko'p mahsulotlarni og'iz bo'shlig'iga, tilni tagiga tashlaymiz. Validol, valeriyanka, karvalol, nitroglitserin, erinit, xullaski yurak uchun tez natija beradigan, tez ta'sir qiladigan mahsulotlarni, hattoki qon bosimini tushiradigan tomchi dorilarimizni ham hammasini og'iz bo'shlig'iga tomizamiz. Chunki mana shu og'iz bo'shlig'idagi kapillyarlarimiz orqali, mayda tomirlarimiz orqali ta'sir qiluvchi moddalar tez yetib boradi, qonga tez tushadi va bizda tez natija beradi. Shuning uchun texnologiyasini ko'rganimda bu mahsulotlarimiz bad mahsulotlar emasligini, bu mahsulotlarimiz hujayraviy oziqa ekanligini bilganimda va bu mahsulotlarimiz yana kapsula, tabletka yoki qandaydir siroplar, choylar emas, o'ziga xos tez ta'sir qiluvchi, og'iz bo'shlig'idan so'riluvchi drajelar ekanligini ko'rganimda va bu mahsulotlarni yana iste'mol uchun juda ham qulayligi, shirinligi, tarkibidagi mevalar, yagadalar, ildizlar, o'simliklarning ekstraktlari mahsulotni yeb ko'rganingizdayoq уже sizda yaxshi taassurot uyg'otishini bilganimda mana shu kompaniyani tanlaganman. Demak, kompaniyani mahsulotlarini o'ziga xos mana shu 5 ta ustunlik tomonlari bor. Agar yozib olayotgan bo'lsanglar, buni yozib olishinglar mumkin. Kompaniyani mahsulotlari va kompaniyani brendligini 5 ta xususiyati har doim, mana hozir men sizlarga atayin katalogsiz yoki qandaydir slaydlarsiz shunchaki prezentatsiyani o'tyapman. Nima uchun? Chunki tarmoqli marketingda ishlayotganlarni ofisi yo'l-yo'lakay bo'lishi kerak, prezentatsiyasi har doim yonida bo'lishi kerak. Shuning uchun eng qulay variant, eslab qolishingiz uchun qulay bo'lgan narsa mana shu barmoqlaringiz 5 ta xususiyatini, har bitta brend mahsulotlarimizni 5 ta qulayligi va har bir mahsulotni gapirayotganingizda, har bir mahsulotni prezentatsiya qilayotganingizda ham asosan mana shunday 5 ta eng qulay, eng asosiy xususiyatlarni yodlab olsangiz, sizga mahsulot to'g'risida kimgadir prezentatsiya o'tishi juda ham oson bo'ladi.